Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Indamaslar makoni. Bugun Kirgili mavzeida joylashgan Kirgili mozorga shu yerda meni jigarimni bir parchasi yotibdi, o'g'lim. Ziyorat qilgani kelgandim. Allohim bu yerda yotganlarni, mo'mini mo'minalarni, muslimi muslimalarni hammalarini oxiratlarini obod qilsin. Gunohlari af etilgan bandalarning qatorida jannat bog'chalaridan jannat bog'chalar ajratib bersin, jannatlarda javlon urib yursin. Qabrlar uzra lolalar ochilib, qabriston ko'kmay bo'lib, juda chiroyli bo'pti. Bu yerda meni jigar parcham, jondan aziz farzandim yotibdi. Oxiratini obod qilsin Allohim. Bari qo'ni qo'shnilar, yori birodarlar shu yerda. Alloh oxiratlarini obod qilsin. Mabodo uzoq shaharlarda ishlayotganlar bo'lsa, kelib ziyorat qilolmayotganlar bo'lsa, aytsanglar ismi, familiyasi, o'tgan yillari, oylarini haqqiga Qur'on tilovat o'qib qo'yaman. Alloh rizoligi uchun. O'lim sharbatini har bir banda tatiydi, qachon, qayerda, qay ahvolda, uni faqat Allohning o'zi biladi. Bu yerda qo'shnilarimiz ham bor, hammasi shu yerda yotibdi. Sanobar opa, uni Jasurbek o'g'li, Buxabat opa, Galida opa bu yerda, naryoqda hamma qo'shnilar shu yerda. Allohim hammalarini oxiratlarini obod qilsin. Yana qaytaraman, kimdir uzoqda ota-onalarini, jigarlarini, yori birodarlarini ziyorat qilolmayotgan bo'lsa, aytib yuborsanglar, kelib haqqiga Qur'on tilovat o'qib ketaman. Alloh rizoligi uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ayyomlaringlar bilan.